O'zbekistonda perivalini sog'inganlar uchun maxsus video do'stlar. Xudo xolasa ko'rib, musofirdagi akalar, ukalar ko'rib maza qilinglar. Sizlar uchun asobiy video bo'lyapti. Qaranglar, hozir shovqin bo'lishi mumkin, noto'g'ri tushunmaysizlar. Asobiy sizlar uchun. Men o'zim Rossiyada ishlaganimda roza ko'rgim kelardi. Qaranglar, yam-yashil bo'lib, juda maza bo'libdi. Asobiy musofir akalar uchun bo'lgan video bu. Musofirdagilar bitta like bosib qo'yinglar. Perivalni xudo xolasa. Mana telefon qo'lim charchaguncha perivalni sizlarga ko'rsatib ketaman. Suv ombordan o'tib ketib qolibmizda, bo'lmasa atdan ko'rsatishim kerak edi o'zi aslida. O tog'larni, qaranglar tog'larni. Hey akalar. Inshaalloh O'zbekistonga qaytiladigan bo'lsa, oila bola chaqani olib bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa inshaalloh. Mana Namanganlik shopir akalarimiz yuk turib olib ketishyapti mana. Adashmasam yo'q Rossiyadan, yo'q qaysidir davlatlardan kelishgan orqada so'mkalar. Tog'lar juda yam-yashil, juda go'zal. Qaranglar. Ko'rib maza qilinglar. Kommentariyaga mana mehnatimizni qadrlagan holatda bir samimiy tilaklarni yozib boraverasizlar. Tog'ni qaranglar, tog'da. Ot janovar. Ketyapmiz mana biz ham hozir. Xudo xolasa, radarlarimiz ham serob, daraxtlarimiz ham serob. Poyezdlar kelyapti, qaranglar. Musofirdagilarga video qilaman desang, har doim yurmaydigan poyezdlar yuradi. Sen nariyoq tarafdan yuring, shopir aka. Mana shu poyezdni olaylik, to'xtay, furadan o'tib ketdi. O'tib olasizmi bo'lmasa? Bo'laveradi. Ammo sekin yurarkan fura. O'g'il. Sizlar uchun asobiy mana poyezd X qilamiz. Bizlar poyezd kelyapti. Mana poyezd o'tib ketyapti. Manzaraga tomon beramiz. Akalarimiz uchun. Musofirdagi akalar uchun. Moskvada yurganimda ham yo'lda ketyatib aeroportga perivalni videosini olib har safar tomosha qilardim. Amurskiy degan joyda 3 yil ishlaganman akalar. Rossiyani Amurskiysi. Tayga, почти tayga, juda sovuq joy. Kosmodromda ishlaganmiz. Kosmodromda birga ishlagan qadrdonlar bo'ladigan bo'lsa, assalomu alaykum. Juda ko'p odam mana shu blogerlikni boshlaganimizdan beri telefon qilyapti, aşağıda birga ishlagan sheriklar. Tog'larni qaranglar, tog'larni. Juda go'zal, juda go'zal. Turkiyada ishlaganimizda çok go'zaldirdi, çok go'zal. Mana do'stlar, mana archalar, tog'lar, toza havo. Biz kadrda ham bo'laylik. Juda mazza. Tog' devasida qoram bo'lagan hali. Suv qaranglar, suv ko'rinadimi? Qaranglar, qorni suvlar. Ben cho'miladi. Kamera otmish mana. Mana shu ovozni sog'inganlarga bitta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kamera otmish ortdan degan ovozlarni. Spino deydi-yu. Do'stlar, rasa bizlarning tog'da tevasida masjid bor. Masjidning oldidan o'tib ketyapmiz, xudo xolasa mana. Hozir masjidni ko'rsatamiz. Ko'ringlar mana. Ba'da bilsanali qurut bozor bo'lardi. Qurut bor mana akalarimiz. Moychechak. Mana o'sha moychechak, rochechaklar bor albatta. Boshqa narsalar. Mana bu tomonda akalar to'xtab mana jumadan chiqishyapti. Biz ulgurolmay qoldik. Yo'lga chiqib qo'yib ulgurolmay qoldik. Inshaalloh mana do'stlar, o'sha masjid eslaringda bo'lsa, o'sha rasa perivalga chiqishda tevada masjid bo'lardi. O'shani oldidan o'tib ketyapmiz. Mana o'sha masjid juma namozini o'qib chiqishda hammamizga juma ham muborak bo'lsin. Do'stlar, kecha yursangiz, kecha yuringda mana tog'ni sizga ko'rsataman. O'zbekistonda
mana shu perivalda do'stlar o'sayotgan tog'ni juda ko'pchilik o'zi eshitsa ham shekilli o'shani xudo xolasa hozir yonidan o'tamiz. Qanaqa o'sayotgan tog' bu tog' perivalda imенно mana shu o'sha masjiddan o'tganlaringdan keyin Qurut bozoridan o'tganlaringdan keyin yo'lda keladi kichkina tog'. Yildan yilga necha santimetr ham balandlashyapti. Endi bu ham bir Allohning ne'mati, tabiatning mo'jizosi. Mana do'stlar o'sha tog', mana shu tog' o'rtada ko'ringlarda. Mana shu tog' yildan yilga qanchalar o'syapti. Qo'yingizlar. Bunaqa manzarani Shvetsariya ham bera olmaydi. Sog' bo'linglar. Sizlarga xursandchilik ulashgan bo'lsa, biz ham xursandmiz. Mana shunaqa soylarda, qorda suvda cho'milish sog'inganlar kommentariya yozib, like deb anqalab tashlaymiz. Omon bo'linglar.